Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun navbatdagi operatsiyamiz bemorimiz 23 yoshdalar. Uzoq yildan beri nafas olishga qiynaladilar va boshda kuchli og'riqqa. Xudo xolasa endoskopik usulda burun to'siqlarini to'g'rilab beramiz. Eslatib o'taman, endoskopik operatsiyalar, ya'ni eng zamonaviy usulda olib boriladi va burunda ortiqcha turunda tampon, bentli hech narsa qo'yilmaydi va mutlaqo og'riqsiz usulda bo'ladi. Narkozimiz umumiy narkozda amalga oshiriladi. Buni ham video davomida kuzatib borasizlar. Nafas olish qiyinmi? Ozroqgina qiyin bo'lardi. Qancha vaqtdan beri? Yoshlikdan. Kuzatib borasizlar, xudo xolasa to'g'rilab beramiz. Operatsiyamiz umumiy narkoz ostida bo'ladi. E'tibor berasizlar, bemorimiz uxlash jarayonlarida, ya'ni narkoz jarayonlari hech qanaqa og'riqlarsiz va narkozimiz ham eng zamonaviy usulda, keyinchalik hech qanaqa asorat bermaydi. Kuzatib boringlar, xudo xolasa. Hozirgi vaqtdagi zamonaviy usullardan biri endoskopik septoplastik jarrohlik amaliyoti. Mana ko'z bilan bemalol ko'rib, qaysi qismida qanaqa holat ko'rib bilsa bo'ladi, ya'ni taxmin tavakkal qilinmaydi. Bu hech qanaqa juda ham akkuratni chiqadi va bemorga ortiqcha travmalarsiz bo'ladi. Operatsiya sifati har doim ham xirurgga bog'liq emas. Ya'ni bitta operatsiyada eng kamida ikkita doktor ishlaydi. Albatta bu vaqtda assistent ham xizmati juda ham katta bo'ladi. Endoskopik septoplastikani afzalliklarini aytaman. Afzalligi bemorda hech qanaqa og'riq bo'lmaydi va operatsiya davomida xirurg uchun ham juda ham qulay hisoblanadi va hech qanaqa ortiqcha choklar qo'yilmaydi va tiklanish juda ham tez bo'ladi. Va albatta operatsiya sifati yuqori darajagacha ko'tariladi. Operatsiya davomida doimiy bemor nazoratda turadi. Yuqori malakaga ega bo'lgan anesteziologlar tomonidan eng zamonaviy apparatura bu yerda. Xudo xolasa hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Hammasi nazoratda to'liq. Bemorimizni ko'rib turibsizlar, burun to'sig'i ideal darajada tekislandi va chig'anoqlar korreksiya kuchaytirib qo'yildi. Mana bemorimiz tomoqlarigacha bemalol ochiq, xudo xolasa nafasdan endi boshqa muammo bo'lmaydi. Bemorimizning burniga operatsiyadan keyin ortiqcha turunda tamponlar qo'yilmaydi, faqat ko'rib turibsizlar, oddiy rezina plastinka 1 hafta davomida turadi. Bu bemorga hech qanaqa og'riq va xalaqit bermaydi. Ro'parosa 1 haftadan keyin olib tashlaymiz. Alhamdulillah operatsiyamiz muvaffaqiyatli bajarildi. Operatsiya davomiyligi 20-25 daqiqa atrofida bo'ldi. Sizlarda ham quloq tomoq burunda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.